Bugungi darsimiz payvandlash ishlarida texnika xavfsizlik qoidalari. Payvandlash ishlarida eng birinchi insonga ta'sir qiladigan salbiy oqibatlardan biri bu payvandlash yorug'lik nuri hisoblanadi. Undan o'ta katta yorug'likda nur ajralib chiqadi va inson ko'zini ko'z kasalliklariga olib keladigan darajada olib kelishi mumkin bo'ladi, kerak bo'ladi. Albatta, mana bu maxsus himoya kaskalari bu ko'zni payvandlash nuridan himoya qiladi. Bu ikki xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Elektronniy variantda bo'lishi mumkin yoki masalan oddiy oq qora variantda bo'lishi mumkin bo'ladi. Ko'zni himoya qilish bilan birga yuz terisini ham himoya qilish kerak bo'ladi. Chunki o'shaning uchun kaskamiz yuz bilan to bo'yingacha yopadigan qilib ishlangan. Kimdir savol berishi mumkin, ochkida ishlasa bo'ladimi desa, yo'q, bu ko'zni himoya qilgan bilan yuzni, bo'yinni terilarini nima qilmaydi? Himoya qilmaydi. Ikkinchi ta'sir qiladigan oqibatlardan biri bu payvandlash jarayonida har xil zararli tutunlar, zararli gazlar ajralib chiqadi. Mana shu zararli gazlardan, tutunlardan himoya qilish uchun maxsus o'zini taqadigan niqoblari bor. O'sha niqoblarni taqib foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni inson ichiga o'lchamlari mikrondan kichkina bo'lgan tutunlar to'g'ridan-to'g'ri o'pkaga shimiladi va o'pkada har xil kasalliklarni, nafas yo'llaridagi kasalliklarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun himoya niqoblaridan foydalanish kerak bo'ladi. Va nihoyat keyingisi maxsus qo'lqoplar hisoblanadi. Maxsus qo'lqoplarimiz bu payvandlash jarayonida bilasizlar 2000-2500 gradus issiqlik bor. O'sha issiqlikni qo'lni, terini, inson organizmini kuyishidan saqlab turadi. Metall juda katta yuqori temperaturaga chiqqan paytda ehtiyotkorlik chorasi yuzasidan payvandlash maxsus qo'lqoplaridan foydalanadi. Aynan yarim avtomat payvandlash dastgohida barmoqli bo'lishi kerak bo'ladi qo'lqoplarimiz. Chunki nima uchun siz barmoq orqali nima edi? O'zingizni poложениясini tanlab dirjakni shunday boshqarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun barmoqli, qalin maxsus himoya formalaridan foydalanish kerak qo'lqoplaridan. Keyingisi maxsus kiyim bo'ladi. Maxsus kiyim bo'yingacha yopilgan holatda zamoklar o'tkazilgan, pastlari qadalgan bo'lishi shart. Bu texnika xavfsizlik qoidalarida muhim ahamiyat kasb qiladi va boshingizga kiyiladigan maxsus kiyim. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Aynan payvandchi sho'f qo'yayotgan vaqtda undan har xil ishlaklar otilishi mumkin, cho'g'lar otilishi mumkin. O'sha boshga tushib, sochni, bosh terisini zararlanmaslik va payvandlash jarayonidagi o'sha sho'fingizni qiyshayib ketmasligini ta'minlab beradi. Agar siz yaxshi qo'yib kelyapsiz, bitta sachida boshiga tushsa, odam ixtiyorsiz qimirlab ketadi. Natijada siz qo'yayotgan payvand choklari sifatsiz chiqishi mumkin. Bu talablarga javob bermay qoladi. Shuning uchun har doim texnika xavfsizliklardan rioya qilgan bo'lishinglar kerak bo'ladi. Yana bir holatga ahamiyat berish kerak. Bu elektr xavfsizligi. Elektr xavfsizligida payvandlash dastgohidagi simlar tekshirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni dirjaklardagi simlar bironta joyi mana maxsus izolyatsiyanli bo'lishi kerak. Ochilib qolganmi, yo'qmi? Uni tekshirgan bo'lish kerak bo'ladi. Sababi, tekshirilishdan sabab bunda 380 volt bo'ladi. 380 volt insonni o'lim oqibatlarigacha olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'ta ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak bo'ladi.